Maktabimiz kutubxonasida 1,5 mingdan ortiq turli xil mavzudagi kitoblar mavjud va men bu yerga har kuni kirib turli xil kitoblar mutolaa qilaman. Maktab oshxonasida bir vaqtning o'zida 200 nafardan ortiq bola ovqatlana oladi va bu yerda 5 xildan ortiq ovqat turlari mavjud. Va sharoitlar esa ajoyib. Maktabimizning milliy burchagida turibmiz. Bu joyda milliyligimizning barcha qadriyatlari aks etgan. Biz maktabimizning tadbirlar zalidamiz. Bu yerda bir vaqtning o'zida 250 nafar tomoshabinlar qatnasha oladi. Bu esa robototexnika xonamiz va bu yerda turli xil ixtirolarni ko'rishingiz mumkin. Kimyo fani biz uchun qiyinchilik tug'dirmaydi, chunki har bir darslarimiz tajriba asosida o'rgatiladi. Maktab o'quvchilari uchun sport albatta muhim. Bizning barcha o'quvchilarimiz darsdan bo'sh paytlarida barcha sport turlari bilan zalda shug'ullanishlari mumkin. Siz ingliz tili xonasida dars o'tayotib, o'zingizni Angliyada dars o'tayotgandek his qilasiz va ingliz tilini tezroq o'rganasiz. Bizning Namangan viloyati Norin tuman ixtisoslashtirilgan maktabida 414 nafar o'quvchi tahsil oladi. Maktabimiz aniq va tabiiy fanlarga ixtisoslashtirilgan bo'lib, bu fanlar chuqurlashtirib, guruhlarga bo'lib o'qitiladi. Maktabimiz barcha zamonaviy asbob-uskunalar bilan ta'minlangan. Bu esa darslarning yanada qiziqarli va sifatli bo'lishiga yordam beradi. Bir so'z bilan aytganda, maktabimizda o'quvchilar uchun barcha imkoniyat eshiklari keng ochilgan. Shu o'rinda ma'lumot uchun eslatib o'tamiz. Maktabimizga aniq va tabiiy yo'nalishlarga qabul amalga oshiriladi. 5-sinfga aniq fanlar yo'nalishiga 48 ta o'quvchini qabul qilamiz. 7-sinfga tabiiy fanlar yo'nalishiga esa 24 ta o'quvchini qabul qilamiz. Barchangizni maktabimizda kutib qolamiz.